судьбы. Ты не скроешь свои глаза. Там когда-то были мы, а теперь шумит зима. Все вместе, давайте! Убегая от тебя, ты идешь в глухую даль, а я целуя другую, вспоминаю твои глаза. Yes! Рахмат, спасибо. Rahmat! Dudush! To'xta! Damay. 5 metr. Shap. Voy Shokir aka o'ldiraman sizni. 141 ming xalqdan, 100 ming ahrordan, 1 million Shokir akadan. И общий 1 миллион 241 мing. $100. Я думаю, что Камol $100 topdi yozib. Все, biza bo'ldi, ketdi ovqatlanishga. Qayerga boramiz ovqatlanishga? Любой joyga bora olamiz hozir biza. Shokir aka, butun komanda bilan sizga rahmat. Adashi. Biza endi ovqatlanishga boramiz. Qatga borganimizni ko'rasizlar. Bolalar shu yetishdi. Men pul yig'dim. Hozir endi qizlar o'layotgan qancha yig'gan. Biza nasibamiz. To'ydan mashtab pulni sochib kelishadi. Qani hisoblaylar-chi? Mana Ramiz Kofte Gold kartasi bor. Bu degani nech pul ovqatlansak 50% skidkasida to'laymiz. Bu hammasi o'ylangan aziz do'stlar. Mana har doim yonimda yuradi. Bu spetsial nima kimlardir olib qo'yganim yo'q. Har doim yonimda yuradi. 22 ming, 422 ming so'm pul yig'amiz. Har kun ko'cha ichib topsiz. Shunaqa narsalar zakaz qilishimiz kerakki, bes bersin, lekin unaqa qimmat bo'lmasin. Chunki Kamol aytdi menga, kelayotganda o'zinglar o'tirib yeb o'tirishlik narsa olib olinglar magazindan deb aytdi. Men 100 ming olib qo'yarganman, 100 ming 150. O'rtoqlar, xullas bu yoqda 217 minglik narsa yedi. 50% skidka bilan 217 ming bo'ldi. Hozir endi ortgan pulga nechta pul qoldi? Bilaman. 2 ming. 50, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. No, 200 minglik qolibdi-da. 200 minglik qolibdi, 202 ming qolibdi. Bu pulga biza sneyklar olamiz, to'g'rimi? Ajoyib bo'lgan sneyklar va Termil olamiz. suv ichishga. Perexod. Let's go. Hop, ishtirokchilar o'tiringlar hammanglar, chunki Samandar shoshilish kerak. Qizlar o'z vaqtida kelishdi. Sizlar kechikib qoldinglar. Hammaga atiga 5 minut vaqt beriladi. Sizlar vaqt yetmadinglar bizga. Mayli, uspet qilamiz hammasi. Nima yedilaring? 217 ming ramizga kirib 50% skidkam bor edi mani. Kartochkam men ko'rsataman. Mana 50% lik skidkam bor. Ha, bu anaqa. Mayli, bizlar $100 ushladik. O'rtoqlar 5 minut vaqt qoldi. Mana 5 minutga o'yin tugaydi. Tezroq yeylar. O'pti vaqtga qaranglar. Mana 54 bo'ldi. 19:54 rovna 20:00 da video tugaydi. O choynadan ketdi ana. lekin men ham shunaqa ichib bergan bo'lardim. Niye yavotseti bor? Ya Rayhon. Yo nimalar olib keldinglar? Bo'ldi, yesanglar-chi uni. 5 minut vaqt berdingiz, nimani yeymiz? Ochib yeylar o'shani vaqt Hop, ketyapti. bir narsamizni yeb qo'yganmiz anaqada. Dosh bo'ldimi? Men yurib turing. Yo'natda qalay bor ahvollar. Final nima? Yo sizlar final oson bo'ladi deb o'ylamadinglar. Normal. Chidaydi. 4 minut qoldi. 4 minut. 2 minut vaqtinglar qoldi. 2 minut. Dudos, sindingiz jigarimiz siz kela qoling. Я первая. 2 minut vaqt. Сразу приготовьте, пожалуйста. Yutqizdingmi? 24 soat vazn yig'ish, necha millionlab prosmotr to'plagan videolarimiz va nihoyat finalida qaysi jamoa g'alaba qozonishini va glavniy prizga qaysi jamoa ega bo'lishini hozir ko'ramiz. Hozir endi aytasizmi? Hozir qaysi ayting? Yo'q. Glavniy priz nimaligini? Dudosh nega paket tayyorlayapti o'rtoqlar? Nima deb o'ylaysizlar? Yanta tualetga qolasan. Нет. А ты сильная. 1 minut vaqt qoldi. 1 minut Dudosh. Dudoshka 1 minut. Dudosh. Ey, Mariuch bandasiga emas. Tayyor bo'lsanglar kelinglar. Birinchi kim vazn o'lchamiz? Man. Qizlarni. Hop.
Nima? 63 20. Bo'ldi, qoch. 49 nechi? 45. Ha. 49 45. Endi Rayhonmi. Rayhonmi 52. Endi Bolla kim birinchisi? Man. Hop, Azim 62 60. Qanaqasiga? Qanaqasiga? Telefoningiz bor edi boya ham. Okey. Nizamo 74 80. Nima? Qanaqasiga? 61 40. Man вообще весь yig'man. 61 40. Ha, net. 57 deysan. 59 edi. 59 edi. Hop, qaranglar. Menda hammasi yozilgan. Hozir sizlar bemalol joylashib olinglar va men umumiy natijalarni hisoblab aytaman. Davayda joylashib olinglar. To'g'risi men juda hayajonlanyapman, chunki bu safar qizlar ham juda ko'p narsa yedi. Oldilari bolla yutgani aniq bo'lardi. Hozir birinchi qiz bolaning umumiy vaznini yaxshilab hisob-kitob qilaman mana kalkulyatorda. Qizlar o'yinni boshida 157 kilogramm bo'lgan ekan. 157 kilogramm. 164 60. Hop. Una qarame. Birinchi главный prizni aytmoqchisan. Endi videoni oxiriga. Priz eti-ya? Ha. Birinchi o'rinda priz etaman. Albatta priz bu 5 million so'm. Ya'ni mana ko'zinglar oldida turgan 5 million so'm. Hech qaysi o'zbek YouTube'ida qo'yilmagan priz va hattoki biz ham hech bunaqa priz qo'ymaganmiz. Va imенно sizlar bloger bo'lganingiz uchun bu qimmatbaho priz deyiladi. Kamol Qohorov YouTube kanali va har bitta YouTube kanalda shapka profili bo'ladi. Mana bu yerda shapka profili bor, rasm. Da, mana bu yerda shapka profili rasm. Va yutgan jamoani ishtirokchilarini rasmi shu yerda qoladi. Hop. Ya'ni masjidda ura! Yo, mana primerna 6-7 oy o'sha yerda qoladi. Aniq. Ya'ni biz bir haftada almashtirmaymiz. Hamma taniydimi meni keyin? O'yinni boshida qizlarning vazni 157 kilogramm 100 gramm edi. Bolalar jamoasini hisoblashni boshladingizmi jigarim? Yo'q, mumkin emas. Bolalarning vazni 187. No. Ne, o'zi shunaqa edi. 0. Ha, 187 kilogramm 300 gramm o'yinni boshida. Umumiy bolalarning yig'gan vazni 194 kilogramm 800 gramm. 10 kilo yig'ganmi? Yo'q, 187 edi boshida. 8 kilo yig'imiz plus minus. Qizlarning vazni bo'lsa 164-65 gramm. Bu degani o'yinni natijasiga ko'ra qizlarning umumiy yig'gan vazni 7 kilogramm 550 gramm. Bolalarning umumiy yig'gan vazni 7 kilogramm 300 gramm. 200 gramm. 200 gramm. Bularga vaqt yetmay qolgani, bularning minusi bo'ldi. 200 gramm. Qizlar sizlar kelishlardan oldin realni ovqatlan. Men 1 litr suv ichdim, ya'ni seni yoningda yarimta choynik suv ichdim. Men quvashi to'qqis tashadim. Potom ikkita kola ichdim. Azimni qaranglar, azim. Raqobat ko'rmayapmanmi? Yo'q, to'xtang. Mana realni bu pulni nima qilasizlar? O'zingizlarga qoldirasizlarmi, bo'lasizlarmi? Bolam. Bularga ham beramiz, demoqchiman. O'tgan safar Yo'q, bu pul sizlarga emas. Chunki bolalar 12 kilogramm yig'gan. Hey, toma! Raqobat qilmayapman! Voy, raqobat qilmayapman! Voy, beramiz ham bo'lamiz. Voy, beramiz. Ay, toma! Ay, toma! Bu albatta qizlarga bo'lgan prank edi, chunki bolalar 194 emas, 198 u 800 gramm yig'dinglar. Hayron bo'ldim. Men 4 kilo, bu 4 kilo yo'qotdi. Rayhon qalaysan? Nima bo'ldi Rayhon? Rayhon. Bo'pti. Bizga 500 mingdan beringlar yetadi. Bir sim beringlar. Komol bo'lamiz deganda hech qaysi bir demadi. Kamol bo'lamiz
finalga hech qaysimiz H demadi, faqat Yunka aytdi. O'shaning uchun Yunkaga beringlar. Yo'q. Yunkaga rahmat deb qo'yamiz. Aytib qo'ymoqchi edingiz. Bu Uskiy Kuruk jamoasida qoladi. А еще я вам киндер подарила. Вы не Shu скажете. Kinder olib beramiz. Olib beramiz. Olib beramiz Kinder. Kinder, Pinder hammasi olib beramiz. Tinder ham. Hammanglar ishtirok etganinglarga kattakon rahmat. Da, Finalida da. o'ylaymanki haqiqiy final bo'ldi. Bular ham 8 kilogramm yig'gan pashti. Bu ham katta natija qizlar uchun. Qizlar uchun Da. Respekt. Lekin sizlar shans bermadinglar. Demak, vazn yig'ish videomizni finalida g'olib bo'lgan jamoa bu bolalar, ya'ni Uskiy Kuruk jamoasi bo'ldi. Yana tanish bilish demanglar, tip o'zing ham Uskiy Kurukdasan deb yo'q, bolalar haqiqatda yutishdi. Qizlarga ham ishtirok uchun rahmat va bu 5 million so'm va hozir ham kanalga kirib tekshirib ko'rsanglar bo'ladi. Imенно kanalimiz shapka profilida mana shu 3 ta insonni rasmi turibdi. Asad. Demak o'rtoqlar, juda ham ko'p mana shu vazn yig'ishni juda ham ko'p soni chiqdi. Millionlab prosmotrlar bo'ldi. YouTube'da yaxshigina shov bo'ldi. Juda ham ko'p blogerlar ishtirok etdi va mana bugun o'zida ham ko'rdinglar. Yaxshi emotsiya bera oladigan umiddaman. Endi vazn yig'ish bu 2-sezonining finali edi. 3-sezonni olish aslida niyat yo'q, lekin agar mabodo mana shu videoda нереальное количество anaqa like etaman. Ya'ni imkon yo'q uncha like qilishni. Bu 200 mingta like. Aynan mana shu videoda bo'ladigan bo'lsa, unda biz vazn yig'ish videomizni kattaroq 3-sezonni boshlab kattaroq masshtabda davom ettiramiz, lekin aynan bugungi video shuncha like yig'a olmasa, demak bilingki, vazn yig'ish sizlarga yoqadigan rubrika shu bilan tugadi o'rtoqlar. Va legendalik ishi qoldi. Didosh kayfiyati yo'q. Mana shu prank kerakmi? Prank kerakmi? O'rtalar unda hammaga e'tibor uchun kattakon rahmat. Komol Qo'xorov kanalida bo'ldinglar. Tez kunda yangi videolarda ko'rishguncha charchamanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Let's go!